Alloh sizni eslashini xohlaysizmi? Uni eslang. Alloh sizni nomingizni zikr qilishini xohlaysizmi? Uni zikr qiling. Alloh aytadi: "Fazkuruni azkurkum." Mani eslanglar, mani zikr qilinglar, men sizlarni eslayman. Xohlamaysizmi Alloh sizni nomingiz bilan falonchi o'g'li falonchi mani zikr qildi deb Alloh sizni zikr qilishini xohlamaysizmi? Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ga aytdilar: "Innalloha amarani an aqra'a alayka al-Qur'an." Alloh sizga Qur'on o'qib berishimni menga buyurdi dedilar. Buni eshitgan Ubay radhiyallohu anhu aytdilarki: "Allohu sammani lak." Alloh meni ismimni sizga aytdimi? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ha dedilar. Fabaka Ubay va Ubay yig'ladi. Qanaqa yig'lamasin Ubay radhiyallohu anhu? Qanaqa yig'lamaslik mumkin? Sizni Alloh nomingiz bilan sizni